Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Aziz musulmon birodarlar, mana bir akamiz Qahramon akaga guruch berib ketgan ekan, yarim qop. Yana bir akamiz Muzaffar aka akamizga 2100 so'm pul berib ketibdi. Yetmaganini direktorimiz Muhiddin akadan olib, mana bu produktlarni qildik. Hozir bir inshaalloh bir 5-6 semyaga olib borib beramiz bu produktlarni qiynalgan oilalarga. Bu yerda kartoshka, sabzi, piyoz, guruch, yog', oqqan, tuxum, non hamma yo'qni oldik inshaalloh. Allohning fazli bilan shularni video davomida ko'rib turasizlar. O'z egalariga olib borib topshiramiz inshaalloh. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Mana Qorayantog'dagi bir qiynalgan opamiz uyiga keldik, xonadoniga. Bu opamizni 3-4 ta farzandi bor, boquvchisi yo'q. Inshaalloh joyi Alloh nasib qilsa mana bu sizlar bergan produktlarni inshaalloh hozir birinchi xonadonimizga olib kirib beramiz birodarlar. Birodarlar, mana ikkinchi xonadonimizga ham keldik. Bu ham Qorayantog' ayilda. Bu opamiz ham qo'lida farzandlari bor, rostdan ham muhtoj, boquvchisi yo'q. Inshaalloh video davomida ko'rib turasizlar. Xudo xolasa keyingi xonadonlarimizga ham boramiz. Birodarlar, mana bu Charvoqdagi 3-xonadonimizga ham keldik inshaalloh. Bu yerda ham boquvchisi yo'q. Bir opamiz qo'lida farzandlari bilan turadi. Inshaalloh hozir bu omonatlarni opamizga ham. Birodarlar, Achchayilida 4-xonadonimizga ham keldik. Bu yerda ham bir opamiz 3-4 bolasi bilan boquvchisi yo'q, qiynalgan. Inshaalloh omonatlarda shu opamizga ham yetganlar. Mana inshaalloh 5-oilamizga olib kirib ketishdan oldin 1-2 og'iz gapirib eslatma bor inshaalloh. Alloh taolo o'zining kalomida aytayapti: Astag'firullah, hal jazaul ihsani illal ihsan. Ehsonning mukofoti albatta ehsondir deyapti. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan hadis bor. Kim bir xurmo berib bo'lsa ham o'zini do'zax o'tidan saqlasin deyapti. Shunday ekan birodarlar, mana bu ishda bardavom bo'laylik. Alloh rizoligi uchun qancha bo'lsa ehson qilishda Alloh taolo hammamizni bardavom qilsin. Agar muhtojlar bo'lsa dalolat qilinglar, o'shalargacha yetib borishga harakat qilamiz biz. Allohning fazli bilan mana bu birodarlar bilan. Keyin birodarlar, biz karta nomerlarida aytib o'tib ketamiz inshaalloh. 0558 bilan 088 400 Muhiddin H deb chiqadi. Yedinisi ham M-bank ham shunda. Rossiyskiy nomerlarimiz Raiffeisen bank +7982 bilan 746 22 90 Navro'z T deb chiqadi. Birodarlar, qo'lingizdan kelgancha, Alloh qodir qilgancha, qancha himmatinglar 5 so'm, 100 so'm, 200 so'm xohlagancha hissanglar qo'shib qolinglar. Mana bunday qiynalgan oilalarga sizlardan hissanglar qo'shilib qolsa, biz albatta yetkazib olib boramiz Alloh rizoligi uchun. Kamchilik xatolarga Alloh uchun kechirib qo'yinglar. Inshaalloh hammalardan Alloh rozi bo'lsin. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.